Assalomu alaykum. Spark so'ragan akalarimizga mana Sparkda 2020-yilda chiqqan 50 ming kilometr yurgan atigi bir ob'yom benzin. Texas motori ham 2028-yil 2-oygacha ekan. Mashinamiz salon holatlari mana. Rullari siyda, kruz kontrollari bor, distansiyani o'shaydi, palasani o'shaydi, ideal holatdagi Spark avtomobili, monitor, black box hypeslari bor. Sidnalar isitadi. Mashinamiz mana ручной сиденье, beskuluchvoy dastur bor. Orqa signallari ham urinib ketmagan, bunaqa ideal holatdagi Spark Premier. Balon holatlari ham ideal holatda. Kimga Spark kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kilometr atiga 50 ming yurgan, kraska toza, alishgan detallari yo'q, avariya holati umuman yo'q. Ideal holatdagi Spark. Narxi, общий narxi 9 million 100 mingga chiqib ketadi. Hamma narsasi ichida, oformlangani hammasi ichida bo'lib 9 million 100 ming. Mabodo ekspertga so'ragan akalarimiz uchun bu narx emas, bundan ko'ra arzonroq bo'ladi. Sabab oformlangani bo'lmaydi, прямой ekspertga ketgani uchun faqat stoyanka pulini olinadi, diler xizmati olinadi xolos. Bir oylik garantiyasi ham olinmaydi. Ekspert bilan shug'ullanadigan ham bor. Nomerini beraman. Bog'lanib, olib ketsalaring bo'laveradi. Kuzov toza, ideal holatdagi Spark avtomobil.